o'zimizcha shu uy sharoitida shu vositalardan foydalanmasdan to'g'ri vrachga, shifokorga murojaat qilishimiz kerak. Papilloma viruslari VPC viruslar, ya'ni odam papilloma virusi qo'zg'atadi. Bu hammamizda bor. Hamma yoshda uchraydi va tiplarini bilamiz turlicha. 18-tipdan to 68-tipgacha bo'ladi. Ba'zi birlar xavfli, ayniqsa 18 va 16-tiplari juda xavfli hisoblanadi. Onko xavf keltiradi. Endi bu viruslar tanamizda yashar ekan, buning faolligini pasaytirishimiz kerak. Tanada uyqu holatiga keltirishimiz kerak. Uyquni qo'shtirnoq ichida aytyapman. Agar bu papilloma virusi tanada uxlasa, terida papillomalar paydo bo'lmaydi. Xo'p, bu uyquni qanday keltiramiz? Papillomalarni davolashdan keyin uning profilaktikasi muhim. Papillomalarni teridan bartaraf etganimizdan so'ng uning qayta faollashmasligi uchun, qayta chiqmasligi uchun uning muolajasi birinchi o'rinda turadi. Papillomalarni qanday davolaymiz? Papillomalarni birinchi navbatda teridan jismonan bartaraf etamiz. Bular bo'lishi mumkin lazer usulida, azotda, koagulyatorda va agar papillomalarning shakli, hajmi kattalashib ketgan bo'lsa, uni xirurgik yo'l bilan olib tashlaymiz. Xo'p, papillomalarni teridan bartaraf etdik. Bo'ladi bu bo'yin sohalarida, qo'ltiq osti sohalarida bo'lishi mumkin, yuzda, yuqori va pastki qovoqlarda, boshning sochli qismlarida, jinsiy a'zolar atrofida toshishi mumkin. Bularni bartaraf etib bo'ldik. Bartaraf etib bo'lganimizdan so'ng uning qayta chiqmasligi uchun maxsus muolaja qilish kerak. Bular birinchi navbatda papillomalarni qo'zg'atadigan virusga qarshi preparatlar bor, vositalar bor. Ularni har bitta bemorning tana vazni o'lchaniladi. Vazniga qarab doza salgina oshiqchasi bilan beriladi. Agar vaznga qarab doza kamayib qolgan bo'lsa, virus uyquga ketmaydi. Faolligicha qoladi. Bir vaqtdan so'ng, qanchadir vaqtdan so'ng papillomalar yana qayta paydo bo'lishi mumkin. Vitamin terapiya. Albatta vitaminlar bilan davolash kerak. Sink preparatlari, vitamin B guruhi vitaminlari. Vitamin A ayniqsa terini epitelizatsiya jarayonida qatnashadi. Terining immun tizimini ko'tarib beradi. Mahalliy immunitetni ko'tarib beradi. Shuning uchun vitamin terapiya ham birinchi o'rin bu papillomalarni qayta chiqmasligi uchun. Ayniqsa metabolizm jarayonini yaxshilash kerak. Stressni kamaytirish kerak. Agar insonda stress faktor yuqoriroq tursa, papillomalarning chiqib kelishi ham tezlashadi. Keyingi masala, mahalliy papillomalarni qaysidir usullar bilan bartaraf etdik. Lazerdami, koagulyatordanmi, azotdanmi, misol xirurgik ishlov beribmi? Albatta tashqi tomondan suriladigan kremlar, krem immunomodulyator vazifasini bajarish kerak. Ya'ni o'sha bartaraf etilgan papillomalar yuzasi, teri yuzasida mahalliy immun tizimni ko'tarib berishimiz kerak. Immun tizim ko'tarilgandan so'ng papillomalar chiqmaydi. Shuni ham hisobga olishimiz kerak. Endi papillomalarni biza uy sharoitida ham qayta chiqmasligi uchun tabiiy vositalardan ham foydalanishimiz kerak. Bularni ham sizlarga aytib o'taman. Bular uy sharoitida nima qilsak bo'ladi? Uy sharoitida nima qilmaslik kerak? Birinchi, nima qilish kerak? Uy sharoitida papillomalarni yana qayta faol holatga keltirmasligimiz uchun teri yuzasida papillomalar, kandilomalar, borodavkalar, molyuskalar chiqmasligi uchun uy sharoitida nima qilishimiz kerak? Birinchi navbatda ovqatlanish tartibiga rioya qilishimiz kerak. Tarkibida C vitamini bor bo'lgan, ayniqsa sitrus mevalardan ko'proq tanovul qilishimiz kerak. Sitrus mevalar bilamiz, immun tizimni ko'tarib beradi, kasallikka kurashuvchanlik qobiliyatini oshirib beradi. Keyingi vitamin A guruhi. Bu sabzida bor,
va tuxum mahsulotlarini ko'proq qabul qilishimiz kerak. Shundagina tepada aytib o'tdik, vitamin A immun tizimda yaxshigina ishtirok etadi. Terining epitelizatsiya jarayonida ishtirok etadi. Terining mahalliy immun tizimini ko'tarib beradi. Shu ham vitamin A ham juda ham muhim rol o'ynaydi. Keyingi asosiy stress va uyqu faktori. Stressni kamaytiramiz. Uyqu 7-8 soat bo'lishi kerak. Agar kun davomida uyqu kamayib ketaversa, organizm charchaydi va immun tizim zaiflashadi. Uy sharoitida nima qilmasligimiz kerak? Uy sharoitida o'z voshimchalik bilan bu taklif yoki maslahat to'g'ri qabul qilasizlar. O'z voshimchalik degan so'zga adashmang yoki xafa bo'lmang. Sababi biz aptekalardan olamiz, chistotil vositalardan, kislotalardan, kuydiruvchi vositalardan olib kuydirishimiz mumkin. Papillomalar yoki kandilomalarning har xil turlari bor. Neoplazmalarning har xil turlari bor. Ba'zi birlariga tegish mumkin emas yoki davolash kerak. Shuning uchun o'zimizcha shu uy sharoitida shu vositalardan foydalanmasdan to'g'ri vrachga, shifokorga murojaat qilishimiz kerak. Har xil tozalovchi vositalar bor, ustalar yoki tuklarni tozalovchi vositalar bilan papillomalarni shikastlab qo'ymasligimiz kerak. Shikastlab qo'ydik, undan qon sizib chiqadi va bizlarning ko'zimizda ko'rinmaydi. Sog'lom teriga yengil shikastlangan teri yuzasiga shu qonning sizib chiqishi o'z navbatida yana papillomalarni ko'payishiga olib kelishi mumkin. Hurmatli obunachilar, mana papillomalardan butunlay qutulish uchun yo'llar bor, usullar bor, muolajalar bor. Qisqacha men gapirib o'tdim. Rejalashtirib turibman, keyingi video aynan qiziqarli video bo'ladi. Ya'ni hozirgi paytda ko'paygan bu holat jinsiy aloqa paytida yuqib qoladigan jinsiy a'zolar atrofidagi papillomalar, kandilomalar, kandidiyozning mollyuska haqida gaplashamiz. Bu video, bu mavzu juda ham qiziq bo'ladi. Videoyimizga like bosing, obuna bo'ling. Hali qiziqarli videolarimiz, mavzularimiz hali oldinda. Siz bilan men dermatolog Jafar Sarikov bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.